BYD Hanna 701 kilometrligi sotuvimizda. Mashina 2025 ga 26 smart pozitsiyasi. Zo'ri bo'lsa olaman deganlar uchun mana zo'rini olib kelib qo'ydik. Kraskalari top-toza. Mashinaga qilish kerak bo'lgan hamma ishlar qilib qo'yilgan. Bron deysizlarmi, tonirovka deysizlarmi, polirovka, keramika, xullas tayyor mashina. Mashinani turishini ko'ryapsizlarmi? Qop-qora zuludek bo'lib yonib turibdi. Bunga sabab keramika, polirovkaning kuchi. Uni ham tekinga qilmaydi, bilasizlar, yaxshi joyda palon pulga qildirilgan. Kapot, krilo, faralar, laboylar broni plyonkada, o'zini Michelin dodda balonlarida tonirovkalar urilgan, olib haydash uchun tayyor. Mashinaning orqa ko'rinishini qaranglar, dizaynlar ham zo'r ishlab qo'yganlar bu mashinani. Juda go'zal mashina, o'qdek uchadi. Tak, smart pozitsiyada, besключевой, слепой zona. Qaranglar, shipkalarni. Salon ham polniy broni plyonka qilingan. Hamma torpedka, mana joylari, ichlari hammasi bronda. Romniki salon kafeni. Massajlarigacha ham bor. Zo'r haydalgan mashina. 22 ming kilometr yurgan bor yo'g'i. Olib maza qilib haydaysiz. Orqa salon ko'rinishlarini qaranglar. O'ta go'zal. Mashinaning laboylarigacha butun massajni olib maza qilib haydab yurasiz. 701 kilometrlik barakalisi. Narxi $32.500, boshiga tuzukroq pul bersanglar, nasiya savdoga ham chiqarib beraman.